Assalomu alaykum qadrli YouTube kanali obunachilari. Mana inshaalloh navbatdagi zakazlarimizni o'z egalariga olib kelib topshirdik. Haytay fasondagi eshik va romlarimizni olib kelib Andijon Paxtaot tumaniga olib kelib o'rnatib berganmiz. Bu yerga 5 dona eshik, 3 dona rom qo'ygan. Eshiklar ko'rsanglar bo'ladi. Qora aynaklar solib, romlarga oq ayna solganmiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudoning zamonlarimizni chiroyli qilib garantiyalari bilan qilib berdik. Ishlarimizga 5 yildan 10 yilga garantiya beramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Bularimiz kvadrati 750 ming so'mdan yasab vodiy bo'ylab obod o'rnatish xizmatlar ichida qilib beramiz. Kvadrat 750 ming so'mdan. Xo'p, hisoblab ko'rsak bitta domimiz 2 kvadrat chiqadi. Ya'ni 1,5 millionga to'g'ri keladi. Eshiklarimiz 2,5 kvadrat atrofida chiqadi. 1,9 million 2 million atrofiga to'g'ri keladi. Bitta eshigimiz 2 kvadratlilar. Bir kvadratlilar bo'lsa 1,600 ming so'm atrofiga to'g'ri keladi. Shunday eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasiz. Telefon raqamlaringizni pastga yozib qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammalarga rahmat.